Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorlarimizda ikki xil zavodskiy beton mishelkamizni qisqacha video obzorlarini qilib, narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Ungacha sizlar kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda beriladi. Ko'rib turgan zavodskiy beton mishelkalaring 200 litrli variantlarda bo'ladi. Shestirnalari ham temir shestirnalardan qilib ishlangan bo'ladi. Motorlarining quvvati 900 vattli motorlar bilan jihozlangan. Ramalari ham bu zavodskiy beton mishelkaga qaraganda ancha qalin hamda mustahkam qilib ishlangan bo'ladi. Samedelka sifat qilib ishlangan. O'zini qozonlari ko'rishlari mumkin, boshqacha variantlarda do'konimizga yetib kelgan bo'ladi. Shesternalarini ko'rishlari mumkin. Temir shestirnalardan qilib ishlangan. Ikki xil shestirna mavjud bo'ladi. Plastmassa hamda temir shesternalari mavjud. Plastmassa shestrna yedirilib ketadigan bo'ladi. Temir shestrna umuman yedirilib ketmaydi. Bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Ko'p yil xizmatlaringni qilib beraveradi. 200 litrli zavodskiy beton mishelkamizni bu variantdagi ko'rinishi ko'rishlari mumkin. Bu ham shesternali, temir shesternali bo'ladi. Ramalari bunikiga qaraganda sal boshqacharoq ko'rinishlarda bo'ladi. Ikkalasi ham 200 litrli zavodskiy beton mishelka. Ichidagi pichoqlari ham ikkitadan bo'ladi. Ikkalasiniki ham bir xil. Hamda motorlarining quvvati buniki 950 vatt, uniki 900 vattli motorlar bilan qilib jihozlangan. Bu zavodskiy beton mishelkamizning narxi 2.700.000 so'mdan qilib beramiz. Bu zavodskiy 200 litrli mishelkamizning narxini bo'lsa 2.900.000 so'mdan qilib beramiz. Kimga qaysi variantdagi zavodskiy beton mishelka kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol video tagida nomerlarimiz mavjud bo'ladi. Aloqaga chiqib zakaz berishlari mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mutlaqo tekin hollarda amalga oshiriladi. Manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massив, Malina svetoforning yonginasida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Undan tashqari barcha turdagi zavodskiy beton mishelkalarimizni bizning do'konimizdan xarid qilsalaring bo'laveradi. 160 litrdan boshlab 260 litrgacha bo'lgan zavodskiy beton mishelkalarimizdan bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Bugungi video obzorlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz.